2,5 yosh. 2,5 yosh oyisini shikoyati bo'shligiga, yig'laganda ko'karib qotishiga, injovligiga, uyqusi yaxshimi? Yaxshi. Uyqusi yaxshi. Endi mana turishi, yelkalari ozgina osilgan holatda yonmachasiga turib bersin. Mana bunday turasan. Qorni oldinga chiqqan, keyin kuraklari orqaga, ya'ni qomat buzilishi ham bor. Endi yaqindan ko'rsatib bering, ko'krak qafasida ham deformatsiya bor ozgina. Ko'krak qafasi ichkariga ozgina botib kirgan. Endi qo'llari bemalol xohlagancha qayrilyapti. Ko'ryapsizmi? Gipermobilniy sindrom yoki mushak distenziyasi sindromi deymiz. Bu gipoksiya natijasida yuzaga keladi. Har qanaqa holatga qayrilib ketaveradi. Mana bo'shligi hisobiga. Endi pastki sohasini ko'rsatib bering. Oyog'i mana turishi ichkariga bosyapti. Yonmacha turganlarida to'g'ri turasan. To'g'ri tur. Oyoq qisman orqaga ketadi. To'g'ri turmaydi deb, xuddi mana bunaqa holatda turish kuzatiladi. Voy, qo'llarini ochib beradi. Bu model ekan-da menga. Yuzlariga kelganda ko'zlarining tagida birozgina ko'karishlar ham bor. Tishini ko'rsatib berasanmi? Tishini ko'rsat. Ko'rsat. Tishimiz yaxshi. Odatda bunaqa bolalarda tishlarida ham qorayib ketishlar kuzatiladi. Yaxshi.